100% tavsiya beraman. Mana misol Instagramda ko'rib, sizlar natijalarini ko'rib keldim. Navbatdagi bemorimiz gigant qayta chiqqan, qayta operatsiya bo'lganlardan keyin yana qaytalagan churra bilan bemorimizda bugun amaliyotdan keyin ikkinchi sutka xudo xolasa uylarga javob beryapmiz. Opa, boshingizdan o'tkazganlaringiz haqida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Men shu grijamga bir 20 yilcha bo'lib qoldi. Keyin Qo'qondagi, men o'z Qo'qon shahridanman. Qo'qon shahri doktorlarimizga bordim. Sizni iplab bo'lmaydi, biz qila olmaymiz. Bu viloyatga boring. Farg'onaga borgandan keyin doktorga uchradim. Hali doktor shunaqa gaplar gapirishdi, men ujatdan tushkunlikka tushdim. Hali o'sha yerdan davletim oshishni boshladi. 50 ga 50 endi gaplar. Keyin sizni Instagramda ko'rib, ertasi kuni operatsiya qilganimni o'zim ham bilmay qoldim. Uchib kelib qanaqa operatsiya. Уже mana Xudoga shukr yaxshiman. Operatsiya ikkinchi kuni uyga ketyapman. Rahmat, qo'llang dard ko'rmasin. Anesteziolog ham zo'r ekan. Reanimatsiyada ham rosa yaxshi qarashdi. Rosa yaxshi natijada mana ketyapman, Xudoga shukr. Operatsiyagacha kirishingiz o'lchami qanaqa edi? O'lchami? Bilmayman, katta edi juda. Qarich chiqarmadi? Bir qari chiqardi. Bir qarishlar bor edi. Necha marta operatsiya o'tkazgandingiz? Bir marta, ikkinchisida уже. Bu ikkinchi marta grijja bilan operatsiya bo'lishingiz. Xo'p, oldingizda kesishganmidi? Oldingizda kesishgan. Xo'p, hozir kesishmalar bormi qorinda? Yo'q, hozir даже menimcha o'zi ham yo'q shekilli. Sizga o'xshab qiynalib yurgan, qayta operatsiya bo'layotgan bemorlarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? 100% tavsiya beraman. Mana misol Instagramda ko'rib, sizlar natijalarini ko'rib keldim. Men 100% qiynalib turgan bemorlarga 100% tavsiya beraman. Adashmaydi kelgan bemorlar.